Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Mana bugun Zamin savdo do'konimizda ish jarayonlari avjida. Klientlarimiz mana kelishgan, tanlagan materiallarni olib baraka qilishi. Xudo xolasa yigitlarimiz yangi 2026-yil akkumulyatorlar bilan jihozlab berishyapti. Mana bu motorimiz ham sotilgan. Bu motorimizga xudo xolasa mana shunday ajoyib bir tepalariga oldi kabina tomlarini qo'yib berishyapti. Klientlarimiz xudo xolasa ko'rishib tanlashyapti. Hammalaringizni Zamin savdo do'koniga qolamiz, hurmatli obunachilar. Bemalol kelishlaring mumkin. Ijroyonlarimiz avjida. Mana yangi kelgan skuterlarimiz ham bor. Mana 14 ballonli, 16 sakadiskali, cho'ntayli modelli skuterlarimiz yetib kelgan. Xudo xohlasa barchalari sotuvga tayyor. Biz har bir mijozga mana yangi akkumulyatorlar qo'yib beramiz. O'zlarini oldida sanalarini ham ko'rishlaring mumkin mana. 2026-yilga mana akkumulyatorlar. Xudo xolasa 2026-yil akkumulyatorlar. Xudo xolasa. Amaki motor oldingizmi? Qaysi motorolni oldingiz? Qalay ekan motorol? Motorol yaxshi, rahmat. Sher ishchilariga mana shuni oldik mana. Mana ustakamiz Akmaljon mana tiklab beryapti mana, xudo xolasa mana. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Salomat bo'ling. Xursandmisiz? Xursandman. Ham xursandman, ham men roziman. Mana shu yerda ishlayib turgan hammaga rahmatimni aytaman. Kelinglar, olib ketinglar. Arzon. Rahmat amaki. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Rahmat. Do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, Zamin savdoda mijozlarimizga barcha turdagi skuterlarni hammasi bor. 500 kilo deysizmi, 300 kilo deysizmi? Savdo jarayonlarini oldilari ko'rsatyapti. Bu skuterimizdan sotildi mana. Motor skuterimizdan sotildi, xudo xolasa. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. Savdo kompleksi bo'ladi. Turli xildagi materiallar. Mana shunday motorol, skuterlar, zapchastlar misol uchun hozir kimlardir qanday bo'lsa, o'shanda ko'rsatilgan nomerlarga aloqa qiling. Skuterlar zapchastlari ham bor.